O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va xorijiy davlatlardagi diplomatik vakolatxonalarimiz faoliyati, chet eldagi vatandoshlar hayoti, mehnat migratsiyasiga oid so'nggi xabarlar, xalqaro maydonda mamlakatimiz haqida bildirilayotgan fikrlar. Diplomatik dayjestda bularning barchasi haqida so'z boradi. Assalomu alaykum. Mazkur haftada Hayit ayyomini nishonlayapmiz. Ushbu bayramning ma'naviy axloqiy ahamiyati jamiyatda bag'rikenglik, birdamlik va insonparvarlikni mustahkamlashdagi o'rni yuqori. Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar jarayonida ham ana shu qadriyatlarimiz o'z aksini topgan. Anglaganingizdek, hafta davomidagi tashqi siyosatimizga oid xabarlarga to'xtalamiz. Muhim voqea: futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi tarixda birinchi marta jahon chempionatiga chiqishga muvaffaq bo'ldi. Tarixiy yo'llanma Abu Dabi shahridagi Al Nahyan stadionida mezbon Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasi bilan bo'lgan o'yinda qo'lga kiritildi. Davlatimiz rahbari O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zolarini tabrikladi. Tarixiy natija barchamizga muborak bo'lsin. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri ushbu haftada Hindistonning New Delhi shahrida bo'ldi. Tashrif davomida qator uchrashuv va tadbirlar o'tkazildi. Muhim mavzular muhokama markazida bo'ldi. O'zbekiston Tashqi siyosat idorasi rahbarini Hindiston bosh vaziri Narendra Modi qabul qildi. Vazir O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning samimiy salomlarini yetkazdi. Bugungi uchrashuv mamlakatlarimiz o'rtasidagi do'stlik va strategik sheriklik aloqalarining mustahkamlanayotganini yana bir bor tasdiqladi hamda keng qamrovli hamkorlik uchun yangi imkoniyatlar yaratdi, deb qayd etdi Tashqi ishlar vaziri o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida. Markaziy Osiyo Hindiston 4-vazirlar uchrashuvida o'zaro bog'liqlikni mustahkamlash, mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash, texnologik hamkorlikni rivojlantirish, barqaror taraqqiyotni ta'minlash kabi dolzarb mavzular muhokama qilindi. Hindiston Tashqi ishlar vaziri Subramanyam Jayshankar bilan uchrashuv esa ikki davlat rahbarlari tomonidan ilgari surilgan maqsadlarni amalga oshirish, o'zaro tovar ayirboshlash hajmini oshirish va barcha sohalarda jadal rivojlanayotgan aloqalarni kengaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida 2025-2026 yillarga mo'ljallangan hamkorlik dasturi imzolandi. Tashrif doirasida vazir shuningdek Hindiston Tashqi ishlar vazirligi hamda Savdo-sanoat palatalari federatsiyasi hamkorligida tashkil etilgan Markaziy Osiyo Hindiston ishbilarmonlar kengashi yig'ilishida ishtirok etdi. Ushbu yig'ilish iqtisodiy sheriklikni mustahkamlash va mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirishga qaratildi. Qarorgohi Vena shahrida joylashgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining sanoatni rivojlantirish tashkilotida O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri maslahatchisi Munira Aminova tarkibidagi delegatsiyaning mazkur tashkilot rahbariyati bilan muzokaralari bo'lib o'tdi. Uchrashuv so'ngida O'zbekiston hukuomati va UNIDO o'rtasida hamkorlikni tizimli rivojlantirish maqsadida qo'shma yo'l xaritasini ishlab chiqish va tashkilot rahbariyatining O'zbekistonga tashrifini amalga oshirishga kelishib olindi. 3-iyun kuni esa Vena shahrida Avstriya Tashqi ishlar vazirligining texnik ko'mak ko'rsatish boshqarmasi, Avstriya Moliya vazirligi, Avstriya qishloq xo'jaligi klasteri hamda ushbu davlatning parlamentida ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazildi. Delegatsiyamiz Avstriya iqtisodiy palatasining yillik anjumanning ochilish marosimida ishtirok etdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining may oyidagi faoliyatiga bag'ishlangan brifingi taqdim etildi. Unda mamlakatimiz tashqi siyosat sohasidagi yutuqlar, xalqaro aloqalarni mustahkamlash, strategik muzokaralar va nufuzli tashriflar bilan bog'liq ma'lumotlar berildi. Ba'zi raqamlarga to'xtalamiz. May oyida yurtimizga 30 dan ziyod yuqori darajadagi hamda xorij davlat tashkilotlari vakillari, hududiy boshqaruv organlari delegatsiyalarining 113 ta tashrifi amalga oshirildi. Yuqori darajadagi O'zbekiston delegatsiyalarining 18 ta mamlakatga umumiy hisobda 37 ta tashrifi ishlab chiqilgan bo'lsa, respublikamiz davlat tashkilotlari vakillari, viloyat hokimlari, ularning o'rinbosarlari darajasida 100 ga yaqin xizmat safarini tashkillashtirishga amaliy ko'mak berildi. Shuningdek, O'zbekiston
O'zbekistonning chet eldagi diplomatik vakolatxonalari tomonidan xorijiy investitsiyalar oqimini ko'paytirish, eksport hajmini oshirish hamda aniq loyihalarni amalga oshirish maqsadida 300 dan ortiq turli tadbirlar, jumladan mamlakatimiz hududlarida 11 ta hamda dunyoning turli shaharlarida 17 ta biznes forumlar o'tkazildi. Xalqaro munosabatlarimizning shartnomaviy huquqiy asosini mustahkamlash yo'nalishida 17 ta hujjat kuchga kirdi va 23 ta hujjat imzolandi. Xorijdagi diplomatik vakolatxonalarimiz O'zbekistonning xalqaro imijini mustahkamlash borasida qator ishlar amalga oshirmoqda. Dasturimizning mazkur sonida aynan madaniy aloqalar va turizm sohasidagi hamkorlikka qaratilgan xabarlarga alohida e'tibor berdik. Voqealarga qisqacha to'xtalamiz. O'zbekiston Xalqaro mehnat konferensiyasining 113-sessiyasida bir ovozdan umumiy ishlar bo'yicha qo'mita raisi etib saylandi. O'zbekiston Minsk shahrida o'tayotgan Belagro 2025 xalqaro qishloq xo'jaligi ko'rgazmasida ishtirok etdi. Mamlakatimizning Xitoydagi elchixonasi tomonidan Xitoy ijtimoiy fanlar akademiyasining Rossiya, Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo institutida O'zbekiston 2030 strategiyasining Xitoy tilidagi risolasining taqdimoti o'tkazildi. O'zbekiston vakillari Rossiyaning Yekaterinburg shahrida bo'lib o'tgan 3-xalqaro xotin-qizlar forumida ishtirok etdi. Zahiriddin Muhammad Boburning Boburnoma asari va Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romanining arab tilidagi nashrlari Masqat universitetiga taqdim etildi. O'zbekistonning Pokistondagi elchixonasi ushbu davlatning Xayber Paytunxva provinsiyasi gubernatori Faysal Karim Kundi bilan uchrashuvda Termiz va Peshovar shaharlari o'rtasida birodarlashgan shaharlar maqomini o'rnatish bo'yicha hujjat loyihasini ishlab chiqish hamda joriy yilning avgust oyida gubernator boshchiligidagi Xayber Paytunxva ishbilarmonlar delegatsiyasining O'zbekistonga ishchi safarini tashkil etish xususida kelishib olindi. O'zbekiston ilk bor 21-Vengriya milliy taomlar festivalida qatnashdi. Bundan tashqari, Vengriyada O'zbekistonga bag'ishlangan foto ko'rgazma ochildi. O'zbekistonning Hindistondagi elchixonasi hamda Hindiston madaniyat vazirligi o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Hindiston madaniyat vazirligi bosh boshqarmasi boshlig'i Lili Pandeya Dehlidagi Milliy muzey, Rampur Raza kutubxonasi, Xudo baxsh kutubxonasi va boshqa manbalarda saqlanayotgan qo'lyozmalar, manuskriptlar va eksponatlar nusxalarini O'zbekistonga yuborish bo'yicha tayyorligini bildirdi. Moskva shahrida Art Caravan O'zbekiston Rossiya ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. O'zbekistonning Kiyevdagi elchixonasida Ukrainadagi yirik tadbirkorlar bilan uchrashuv tashkil etildi. Janubiy Koreyaning Pusan shahrida bo'lib o'tgan xalqaro madaniyat va turizm festivalida O'zbekistonning turizm salohiyati taqdim etildi. Mamlakatimizning Latviyadagi elchixonasi tashabbusi bilan Latviya poytaxtida O'zbekiston turizm salohiyatiga bag'ishlangan davra suhbati tashkil etildi. Unda O'zbekistonning Latviyadagi turizm brendi elchisi etib tayinlangan Vladimir Karyaginga maxsus sertifikat topshirildi. O'zbekistonning milliy qadriyatlari Germaniyaning Reda Wiedenbrück shahrida o'tkazilgan xalqaro festivalda taqdim etildi. Turli sabablarga ko'ra xorijda bo'lib turgan O'zbekiston fuqarolari bilan doimiy muloqot o'rnatish, ularning huquq va manfaatlarini har tomonlama himoyalash, konsullik huquqiy yordam ko'rsatish davlatimizning xalqaro munosabatlarida alohida mazmun kasb etadigan jihatdir. Bu borada ham diplomatlarimiz tomonidan tizimli ishlar olib borilmoqda. Bu haqdagi xabarlarga o'tishdan oldin e'tiboringizni vazirlikning may oyidagi brifingida keltirilgan konsullik faoliyati bilan bog'liq ba'zi raqamlarga qaratamiz. Konsullik huquqiy faoliyati doirasida 16 mingdan ziyod O'zbekiston fuqarosiga konsullik xizmatlari ko'rsatildi. 1150 nafar hamyurtimizni chet elda ish bilan ta'minlashga ko'maklashildi. Chet elda turli qiyin vaziyatlarda qolgan 123 nafar fuqaromiz vatanimizga qaytarildi. Shuningdek, 20 nafar fuqaro vaqtincha saqlash muassasalaridan olib chiqildi. Bundan tashqari 11240 nafar chet el fuqarosiga O'zbekistonga kirish vizalari rasmiylashtirildi. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Milliy markazi direktori Dohada vatandoshlar bilan uchrashdi. Uchrashuv yakunida xorijdagi yurtdoshlarimizni vatan bilan ma'naviy madaniy aloqalarni mustahkamlash, O'zbekistonning xalqaro tashabbuslarini jahon miqyosida keng targ'ib etish borasidagi sa'y-harakatlarni birlashtirish taklifi qo'llab-quvvatlandi.
O'zbekistonning Novosibirskdagi bosh konsuli Rossiyaning Kemerovo shahri va Kemerovo viloyatiga safari davomida ushbu hududda vaqtincha ishlayotgan vatandoshlar bilan uchrashdi. Bo'lib o'tgan muloqotlar davomida vatandoshlarimizga ularning huquq va manfaatlari poymol etilgan hollarda bosh konsulxonaga zudlik bilan murojaat qilish zarurligi ta'kidlandi. Yurtimiz haqida unda kechayotgan jarayon va islohotlar to'g'risida chet el ommaviy axborot vositalari keng yoritmoqda. Ularda bildirilgan fikrlar salmoqli, mulohazalar esa tahlilga asoslangan mavzular xilma-xil. Ba'zilarining nomlarini qayd etib o'tamiz. Jumladan Rossiyaning Moskovskiy Komsomolets gazetasi, Argumenty и Fakti haftanomasi, Komsomolskaya Pravda gazetasi, TASS axborot agentligi va Izvestiya nashri, Amerikaning The Diplomat nashri, Buyuk Britaniyaning Luxiders xalqaro jurnali, Belgiyaning Feeling jurnali, Vengriyaning Euro-Asia magazin jurnali, Malayziyaning RTM davlat teleradio kompaniyasi va Bernama axborot agentligi, Saudiya Arabistonining An-Nahar News va Al-Harir nashrlari, Misrning Al-Diplomacy va Sada Al-Balad axborot agentliklari, Iordaniyaning Ammon News nashri, Hindistonning Diplomacy India axborot portali, Qozog'istonning Kazinforum xalqaro axborot agentligi va Infozakon elektron nashri, Qirg'izistonning Alliance Press axborot tahlil agentligi portali, Afg'onistonning Tolo News, Afghanistan International, Salam Vatandar, Ariana News va O'zbek TV telekanallari hamda ularning elektron nashrlari shular jumlasidandir. Shuningdek, futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritgani xususida ham qator xorij ommaviy axborot vositalari diqqat markazida bo'ldi. Xususan, Amerikaning dunyoga mashhur The New York Times gazetasida O'zbekiston milliy terma jamoasi o'z tarixida ilk bor jahon chempionatiga yo'llanma oldi sarlavhali maqola chop etildi. Shuningdek, ushbu davlatning World Soccer Talk, Fox Sports va The Times of Central Asia nashrlari tomonidan mazkur mavzuga bag'ishlab chop etilgan maqolalarda 34 yoshli mamlakat birinchi marta jahon chempionati final bosqichida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritgani ta'kidlangan. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Sizni Hayit ayyomi bilan yana bir bor tabriklaymiz. Kelgusi ko'rsatuvlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.